bir sutka ichida 20 mingta kommentariy yig'sa, sizlar Hindistonga jo'nab ketasizlar. Agar mana shu video bir sutka ichida 20 mingta kommentariy yig'sa, sizlar Hindistonga jo'nab ketasizlar. Laddu kalla bo'lib kelasizlar. Miyarahay qilib. Oddiy ketmaysizlar bolalar. Sizlar yo'l davomida shart bajarib kelasizlar. Ya'ni New Delhi, Dehlidan eng janubiy qismigacha umumiy aytganda sizlar Hindistonni zabt etishinglar kerak bo'ladi. Kim ko'p podpishchik bilan qaytib kelsa, o'shanga men tomonidan maxsus 10 ming dollarlik sovg'a bor. Vo, yutqizdingiz aka. Men bilasan, pulda aralashsa bo'ldi, g'olibman. Pandeshga quvonasiz. Siz podpishchik, siz hozir 12 mingtacha ko'psiz. Ha. Bir-biringizga yo'l-yo'lakay shart bajarib ketasizlar, shart berib ketasizlar. Qizuv shartlar Hindiston bo'ylab. O'sha borib, menga borib, akamdan bitta rasm tashab, "Ya brat, yana qaytish yo'q." Yo'q, qaytish yo'q. Ahmad aka, Shu yog'i tanish bilish, unga og'irroq hech qanaqa tanish ketmaydi. Men ishdan tanlayman. Shartni men bermayman bolalar. Mana kommentariyaga yozishadi. Uje yozishda bo'ladi, bemalol. Tanlayman, sizlarga berib ketaveraman. Sizlar o'sha shartni bajarishga kerak bo'ladi. Misol uchun amaki bor, ovqat qiladigan amaki. O'shani borib ovqatni yeyish, misol. Voy. Seriozda, shunaqa shart ham bo'lishi mumkinmi? Bu shart bo'lishi mumkin. Xullas qisqa qilib aytganda sizlarning missiyanglar Hindiston u boshidan bu boshiga borishinglar kerak bo'ladi va eng ko'p podpiska bilan qaytib kelgan odam g'olib bo'ladi. Men, ya'ni Mid Holding tomonidan sizlarga 10 ming dollar taqdim qilinadi. Vaqt qiynalmasa ekanda, любой narsani yuboradi. Tayyormisizlar? Agar kommentariya bir sutkadan keyin 20 mingta bo'lsa, sizlar уже yo'lga chiqasizlar. Hozirda menga obuna bo'linglar, 10 ming dollarga bo'lishib olamiz o'zimizni. Haqiqatda agar menga obuna bo'lsanglar 5 ming dollar shunday cho'chib yuboraman podpishchiklarimga. Gapiraverasizlarmi? Yo'q, gapiraveramiz. Shunaqa do'stimiz. Ketdi bo'lmasam, go. Go, bolalar, bosamiz.